Sansı bilen Şinjan Dolan Oğuz'u çektik şirketi birleşip uyuşturma. Şinjan Altın Güher Halkara Soda çektik şirketi alaydı kolluğan Şinjan Talas sahnesi programımız. Kemini muhabbetçe Rus Sait'in hemmelerine sevinişlik âli ihtiram. Assalamu alaikum. Nahmedoniki aziz tomoshabin do'stlar. Riyosatchi qizonlar Hidoyat Qulsham sizdan hammalarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Assalomu alaykum. Televizor ekran oldidagi qadrli ko'ruvchi do'stlar. Riyosatchi do'stlar mikrofonlardan har qaysinizlarga yolqinlik salom. Biz bu yerda ajabib bayqilib bakmagan bir talab tegisini izlaymiz. Şu insanlar bolsun ki her bir mahirning faqat bir qitim sahnaga chiqish fursati bor. Programmamizning yana bir alohidaligi shuki, agar siz baholi ustozlaringizni qoyil qila olsangiz, ular knopkani bosmaydi. Agar qoyil qilolmay qolsangiz, kechiring, ular knopkani darhol bosadi. Şuna, oda bo'lsa siz tüm işimiz bilan o'z talatınızı namoyon qilib, bağlımızı o'zib, ısıl çırak kesishni bosib, bu yerdagi kul jarayon bizning o'z bağlımızı qo'lida. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy Chinoy yuzlik fan-texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Xotan Kawsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. To'rtinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Obida biofan-texnik taraqqiyot shirkati 50 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Assalomu alaykum. İsmim Osman Sıdık. Bu yıl yaşım 70 yaş. Biz bir aile kişiler. Ama şu Diyhan heveskarlar biz. Makamçı. Bunda qarasam, haqiqiy bir dolalıq sınadını gözümge. Amana bizim sahnimiz emdi qızıp çıkgan oldu. Sizlarning bu talon sahnimiz orqali o'z talantlarni to'liq joriy qildirishinglarga chin dilimdan tilakdoshmiz. Sizlarga utuq, omad, yar bo'lsin. Şinjan sanat serisinde öz sanatını namoyon qiladi. Biz bularga utuq g'alaba tilaymiz.
Rahmat. Assalomu alaykum ustozlar. Biz Mak bilan yerdan bir ishlarda nima o'tib salam. Rahmat. Hammani bir oylik ishtirma. Men ortiq gap qilishimning zarurati yo'q. Mushu ikki chat tuvan ikki dadimizni ko'rib, men bu ishkalarning vujudidan ikki erkishni emas, haqiqiy bir ikki erkakni his qildim. Hamsini o'rinlash, bu jihatda mendan boshqa bir narsa ishimdan ojiz yo'q. Yaxshi o'rinladinglar. Qisqasi, bizga mana sizlarga o'xshash mushunda ko'tarangi ro'yi va odamlar kerak. Rahmat. Men sizlarga bir bilet tashladim. Ben abay körüp, şu dadıllarımız, hem şu okullarımızdan ki, şundaq bizning an'anaviy san'atimizni saqlab qilib, avloddan avlodga qoldirib, mesela bugungi şu talant sahnasiga chiqib bizningki Uyg'ur millatining eng isil mesela bir san'atimizni barliq tomoshabinlarga so'qib akagininglarga köpten köp rahmat aytaman. Aytgan naqshlaringlar, çalgan muzikalarыңlar, anandagi mush kiyim kechak, mush tomoqdan tatib hammamizga shunchalik illiq, shunchalik bir es to'yg'u bo'ldi. Shuning uchun men sizlarga bir bilet tashlayman. Sizlarga salomatlik, uzun umr tilayman. Rahmat. Sahnaga chiqqan vaqtida Mashu gilamni qo'yib, gilamning ustidan o'tog'ini qarab bak hayajonlandim. Sizlar shu sahnaning o'zida tuproq bilan o'tadinglar. O'sha bizning tuproq bilan odamning qanchalik yaqin munosabat ekanligini bildirdi. Yana birisi dolan naqsi, dolan usuli, mushlarning hammasida bizningki oq ko'ngil dehqonlarimizningki qayg'u bo'lsa, uni xo'shallikqa jasorat olsa, şunu kuchga aylantirib, shu avloddan avlodga qoldirayotgan shundoq esil bir ruhni shu do'lam usuli orqali, do'lam naqshi orqali o'zimizniki meshadan necha ming yil yashab kelayotganiki bir simvolimizda sahnaga chiqib shuni o'rindanglar. Bu bir ruh. Onlardan men sizlarga hem yes hem bilet taşladım. Bir aylık kişiliği degendim bek ta'sirlendim ben. Talantlı adamlar aile boyunca köp, lekin hemmisinin bunda alayda iqtidorlarında yetişip çıkışı bek az uçuraydı. Gerçi sakindi bolsak mı? Dolan diyarıga berip bağandek bulduk. Baş naqshini aytgan yigit ismingiz? Ekber Qadir muzdek suvni jiqishmisingiz o'pdi. Ovozingiz sal tikib qopti, ovozingizni asrang. Yana biriga amal bo'lsa mush naqshani tekisini aniq uqsaq. O'rindig'ichi uqdi. Lekin mishad o'tagan tomoshabinmi sizning nima deb qaysi tekislarni sevayotganligingizni shu İnip uqsa texim güzel bo'lardi deyman. Muborak bo'lsin, men sizlarga bir bilet tashladim. Rahmat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.
sizlarga omad uzoq yer bo'lsin. Hammalarning hallari salomat bo'lsin. Rahmat. Yer bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, tavakkal yaxshimisizlar. Mening aytgan numarim hamda gipnoz qilib odamni uyqu holatiga olib kirib, badandagi butun kuchni, qancha kuch borligini bir sinash. Shunaqamda bunaqamda naq maydon tavakallardan bir ikki o'g'il, ya uch o'g'il bir qizni olib chiqsak hamda massaj berishni xohlaydiganlar bo'lsa, Biz Alloh bersak bo'lamda. bo'ldi. Biz Alloh bersak. Hali chiqmas men. Yo'q, odam muhtoj yaxshi uxlamagan, bir uxlab ketmay, o'xtamay. Siz naqli uch o'g'il bir qiz ekanmiz a? Shu deyman. Siz qarab dedingizmi ya? Birisiga sen chiqa, ukam sen chiqa, birisiga. Sen chiqa. Ha. Bir odamni biz tanlab qo'ydik. Mush uxlamasa hesab emasmi deb qo'yaylik. Qog'ini seni deb gumon qilib qolma hozir. Daha sonra biz başlayalım. Şu müzik olması çıkarımdan da müzik ekran biz bugün Mening uyqum ketib qoldi. Ularning quloqiga gap qilaveradi biz dinda ishtirsak. Men bir maslash uxlab bergan jinim fikam. O'tib ketayman, bir uxlab berib davata qilqan. Uni manglarjimi? Burası yağan mı? Abal yağanı kılgan bekli duramlı ha? Ma gözleri çim kıladı. Ma uxlamabdim o. Kulgisi kelib qolgan. Bo'ldi, kulma. Ma ikkinchi tomoshabinning ko'zimi midirlatida. Rost uxldimi, yog'ani uxldimi?
bizning Abdukaram Abduz efendim bu maharatning rost yolg'onligini isbotlash uchun boshdan oxir o'z beshida turay deb sahnamizga qadam tashrif qildi. Uxlaqapti. Rost uxlab qoldim nima? Qechib qoldim nima? Değil taşqan. Taşqan uxlab qol. Sen oxumadın mı? Oxumadın. Oxumadın mı? Ha, bir oxumaptı. Sen ağılma emmisiga 500 koydum pullarımı uflap edip aldırmağın sen. Sen meni çıksam oturup Sizlarning hissiyat qanday bo'lganligini bildirgan bo'lsanglar bir ekan. şey bakılsın neymiş? Sen oxudun mu? Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Bayam sen neymiş kıldın ayada? Ultadım var. Ağırlıksız menajer etin gibi yerde disko oynap. Anladım ben seni. Ben gangçın çağırınığını versen yalgan ben töhmet oldum sana. Pansiyon ne çaldın peki? Real çaldın mı? Şunu çaldın mı ya ki o zaman? Nasıl çaldın mı? Onu da. Oğlan çalandım. Közden o çıkmıştı vakti da. Ya. Özüm şunu koygamı neymiş çaldın hem sen? Şu doğaçam mı? Çıkarması var mı? O'zingizdan keldingizmi? Ben aşağıda ayşe çaldım ben. Abdukerim abi üstünüzü çıkıp desteyen duydunuz mu? Duymadınız mı? Üstümü var. He. Benim ağırlar olan Ben tekinidin desimedim, töpağındın desigen. Bunda iş yok mu ya? Ben desim desimedim mi? Bilmiyorum. Siz neymiş kıldınız? Men o'tirib uxlab qoldim. Siz oturup kılmadınız, 2 saat kırım kıldınız ayada. Enek karap baktınız mı çırağınız, nem kılıp ettiniz? Abi bizden sürgen karnına atıp tutmaysınız şunda ama. Erimni uyda qilib kelganligimni uxlamadim endi.
Ağaç derecede uflatkandı mı? Kapkar söküp koysa bilmeyen pes çıkıp var diyen ha? Qo'rqatmaga bo'ldi. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Dastlabki bosqich hamda bizni o'rganayotgan shuning bir xil qiziq qoldi, shuning hamda hab chiqishni to'g'ri ko'rib, bir şey gap sinab baqib shundaqlar. Buningda burunmi sinab boqqanmi boshqalarni? Buningda burun bir qancha kunlarda maktabda bir ichki ishlarni ta'mirlab, bir necha kun sinab o'tgan bu muvaffaqiyat bo'lgandek. Abi yatınlık ziyad oturup belgen valla bir sınıftın bir mekteptim çıkıyor. Bu balni yotqizdik, beli chiqib ketmadi nimada. U qandaq mahorat anshini bir tushuntirib bersangiz. Bu hamda qarshi taraf ham uyqu holatda o'zini hamda bevas masalan bir po'lat tumirga o'xshasak yoki qarg'ayga o'xshasak, odam o'zini shu uyqu holatda bir qarg'ay yoki po'lat tumir hisoblab, butun badandagi kuch hamda yuqori ko'tarildi. Shunaqangi o'zining butun kuchli temada o'zi bir faqat bir po'lat yoki qarg'ay qila olmayman degan niyat bilan hamda shu xil holatga kirdi. Eng uzun uxlagan qanchalik vaqt uxlay oladi shunday qilsa? Hipnozda aslida ciddi hipnoz, ya bo'lmasa sekin hipnoz, ya bo'lmasa doktorlarning odam ruhiy kasalliklarni davolaydigan hipnozda bir qancha uxlab qo'yadi. Sekin hipnoz bir 2-3 minut aralig'idan uxlaydi. Uxlash ham unchalar uzoq ham bo'lmaydi. Faqat 1 minut uxlandi. 10-20 yıl uxlatib aytsanglar, kap qatilib qolasizlar. Bu bizniki sahnimizga mana aytganda bir yangilik bir nomer olibdi. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men o'zimni chiqib dastlabdan baxtim, men bir bilet tashildim. Agashdim. Muborak bo'lsin, bir bilet tashildim. Odatda ko'p odamlar uyqusizlikdan uxlay olmaydi. Uxlay olmaganlarni mushta bir usul orqali uxlatqili bo'lamdi. Bu hamda har xil bana sabablar borki, masalan ba'zi odamlar uxlamaydigan odamlar o'sha hipnoz holatga kirish orqali hamda uyqu holati mana uxlayotgan vaqtda bir qancha kirib kelgan chog'da lekin buni uyqusidan normal yaxshi uxlash qatorliq hamda ishlar yaxshi bir ishlar bo'ladi. Ba'zi yosh bolalar bor, masalan qalaymiqan uyangan keyin kirib uydan chiqtirgan, otasi qaqshtadigan shu tipda bolalarni mushtak hipnoz qilish orqali ularning oilasi bo'lgan mikromoatni otasi bo'lgan moatni salqi yaqinlashtirish ular bo'lgan ko'ngil qo'yishning o'rniga ular bo'lgan texmo o'rnini oshirish maqsadidan da ashunda holatga kirgilib bo'ladi demoqchi. Bu mahoratinglar qolib ketgan. Men bir bilet tashildim. Muborak olsun sizlar Abdullah xonim o'z haqlaringiz bir bilet tashildi. Jiddiyleştirme hakikaten oson emasga. Mustaqil oldidan bo'lgan ota-onamga chin ko'ngildan rahmat. Programımızda yüz terisilik dağ sepkin, dağınıqorat, qoruq hem sezgürlük qatarlıq her xil teri meselelerini hal qilib, xalqimizga sağlam güzellik ata qılıvatkan xalqaralıq ölçemde işlengen altın göher deniz canlıqtır yürüyüş kirimleri alayda qollagan. Bu programını samimiy xalqaro soda cheklik şirketi Biyyatda erkeklar quvvat ichimligi alayda talab qildi. Yerip çarçıganda, çankıganda, tamaktan keyin köngül faqat obida soda suyini tortadi. Haqiqiy o'zingizga tava bo'lgan jushqullikni obida soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashatquchi obida soda suyi. Canның huzuri. Biz davlat darajalik ekologik rayon Keltin nahiye tog' bag'riga joylashdik. Alduri ullarimizga ximiylik tarkiblar qitilmagan, sap havoda pishqangan, sifatli bug'doyda ishlangan. Bug'doy sap suvda yuyilgan, oziq elmetri kuydirib etilmagan. Tabiiy yemeklik, sog'lom demaklik. Al-Nuri. Ballar oyuncuları. Varlığımız ballar için.
samimiy sapqillarga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutyor savdosi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyor xalqimizning umidini oqladi. Qutyor 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutyor savdosining sutini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Savdo suyining sarkisi Qutyordir. Xalqimizning qushdori. Kam bo'lmasin Qutyori. Qutyor savdosi. Qutyor Qarlaylisi manbasini ozuqliq qilgan, terini güzelleştirdigan ve yaşartadigan a'lo sifatli yüz çaplığı tari. Yazilidan Beijing Biopantexnik Çeklik şirketi Şinjan Talant Sahnesi programmasını alayda talep kıldı. Assalomu alaykum. Qanday ahvollar, yaxshimi, salomatimizmi? Men bugun talant sansiga shundoq alayda bir isil taomni birni keldim. Ha, mana. Xo'sh, kelsin, mehmon kelsa, bolaliqma, qiymatma, o'git cho'chib qo'li bo'yicha hammasi shundoq darhol sahnaga chiqsa.
Assalamualaikum hürmetli dostlar. Televizor aldırki barlık ata-analar ve şundaklar, bizimki dost braderlerim, ukalarım ve şundaklar. Elinin hürmetinden uğrunağın 4 bağlı uçlar kendine Kaşgar oğlandırın yanına. Sevgi, ot, salam. Mening gap qilib ketdi oldida. Kechirishlar. Abdurimjon. Bek jalliq sloyindon. Bir bozordagi bir Qashqay yigitini ko'rsatib qo'yding bizga. Tirishchan Qashqay yigitini ko'rsatib qo'yding. Qo'yma o'xshabdimi ya? Ha, o'xshabdi. Hammalar o'xshabdi. Qashqay yigitini obdan ko'ratdim. Qeshingni bek etaversan Qashqarning qiziga o'xshab qolasiz-ku. Mana shu qeshiq qarab davatibdim emasmi? Bilib qoldim sening tasammanligingdan suv quyayotganingni. Ya bu chaqchaq Abdurimjon yolg'on aytadi. Qash deganda o'g'avalatadigan narsa qizg'alatmaydi ukam. Marak bo'lsin, men sana bir bilet tashildim. Usulning mazmuni shunday yaxshi. Har turlik tamoqni chiqargan chaqda shu harakatlarni mayli ximijig'roq, mayli mantartashlang, mayli lag'man so'zing, mayli choy achqing, mayli tomoqni achqing. Bu mazmuni bir-birlab shunchalik aniq bo'libdi. O'zingizmi harakatingiz bilan, ham hissiyotingiz, ham qiyofatingiz bilan shunchalik yaxshi aniq bizga o'ynab berdingiz. Andan keyin patnisni shunchalik yaxshi ishlatdingiz. Bu usulun beşiden tatib ayıqıqçılık, mayli nemish qiling, beshingizga eling, choy to'shing, mayli tomoq to'shing, joyiga shunchalik yaxshi o'rinlashtiribsiz. Shu bir kunlik yeri charchash ham xushallik eng oxirida oyoqlashimi shunchalik yaxshi o'rinlashtirilibdi. Men sizga bir bilet tashildim. Demek hayatın zikret kavakta iş kılıp şu bir günlük işten hemmisi açkandı banasını hemmisi köydük şu. Siz bu cihetten mutkasız şunçilik yaşlı bağını veremezsiniz. Ben ekşi koymuşsam bulmaz. Sana bir bilet taşıdım. Siz manada bir bütün bir mazmunni, bir bütün hikoyani ijodiyat qilibsiz. Hamma jihatdan shundoq yaxshi. Eng oxiri shu pul sanag'anni siz usul harakati bilan chiqarganmisiz, bak yaxshi bo'ladi. Pul chiqarmay, pul endi ma sahnada nati kichik ko'rildi, uni keyingi tomoshabinlar ko'rolmaydi. Pulni harakat orqali ifodalab bilindiganmisiz, texmi yaxshi bo'ladi. Bu shu taklifni berdim. Men sizga bir nima tashildim. Muborak bo'lsin. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy chinoy yuridik fan-texnik sherkiti 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Xotan Kalsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot sherkiti 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'ling, assalomu alaykum. Bugun nimani murakkabda? Kelganda deb maxfiy kattaga hozir deb birishga bo'lmaydi. Erimda bo'lsa hammamiz o'qitdi. Bizning omoq elimiz baxtiyor bo'lsin. Xo'sh, endi men sana tilayman. Qancha yil bo'ldi? 1 yilchi bo'lganda. 1 yil bo'ldi. Ma'lum maktabda o'rgandimi yoki o'zi ko'rib? Siqib shu iPaddan, kompyuterlardan ko'rib.
bilan pianino chalaman. Bunun balkim qanday bo'lish kerakdir. Mana bizning shogirdlarimiz bu xeyli bayiga yetkazib o'ynayapti-da. Özünü bir tanıştırıp ötemse. Assalamu alaikum, mening ismim Baxtiyor Isa. Bo'yli 14 kirdim. Nechiga? 14 ga. Qiziqishim bo'lsa, futbol o'ynash, endi beatbox qilish qatorliqlar. Buda kitapga mı qiziqgansan chunchi? Qiziqmi? Mo'yimi avucimi? Ma'ni qo'shimcha qilmasam bu ko'chiq suv o'yinimda pachalik qilsa, ko'chiq chiqib olsam ota-onangizga topolmay qolasiz. Bir tömödüm bir çıktı tömö adam. Onu deki yanı birisi qarsam o Polat adamdan bir çıktı. Sen qarsam mis adam kensen. Oldu 14 yaş mezgilde müşinçilik oynaştığın uzama. Nayet obdan uygunupsa lekin o kişini birinci orun koygan. Bunu koşum çıkıgan. Bu numara bana yardı. Ben sana bir bilet taşıdım. Hareketleriniz nayet vayığı yetken cayda çıraylık oynap ediniz. Hareketlerini mi şunda yaxşı egellapsiz. Şunu için ben sizge bir bilet taşıdım. Məşq qilib qancha qildi? 1 yilda bo'ldi. O qo'lni qarib qo'ymoqdek qilayotgan qo'lingga məşq qilishga hali vaqt ketadi aslında. Yo'q, bir bilan mashq qilganman uni. O chiqib ketmadimi bilakdan? Yo'q. Qo'lingning bunda birmisi yo'qdi ha? Losi var. Bana ninko kankende uyg'ursini sen tarjima qiladi bu. Ko'z qichib ketish, yamansa harakatdan harakatga ulashish vaqtida shu harakatdan chiqib ketish ashuna ahvol ozroq ko'rilibdi. Mush jihatda ozroq yana diqqat qilib, yana bakarak mashq qilsang, cho'qim sen bir yaxshi chaqmoq sutisi bo'lib qolsa, mush jihatlarni tuzatgan. Men sana bir bilet topshirdim. Qancha sınıfta o'qiysiz bolam? To'liqsi birda. O'qish yaxshimi? Yaxshi, normal. Shu mandaq usulini qadamdan sen normal oldu. Sen hozir 3 tal biletin oldu. Men sana bilet beremeyim. Sana 7 doş bilet. Kechir, ha? Mübarek olsun Baxtiyor.
Hürmetli aziz ustazlar, naq maydondagi tomoshabinlar yaxshimisizlar? Men Aqsudan keldim, ismim Akbar Turg'un. Akbar, sahnaga chiqish bir muhim ish shu. Uning ustiga muzikaning almashayotgan vaqtdagi odamning hissiyot uzilmasi kerak. Bu ish muzika meni jo'g'on nayt obda o'rinlandi. Shaxsan bizniki talant sahnamiz uchun mana shundoq mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, bizga bir talantni namoyon qila oladigan misol narsani kerak-ku. Men sana bir tal bilet tashladim. Ishq muzikani tanlab almashtirib chalishning o'zi bir butun san'at turi. Siz shu san'at turini bir-birsiga ulg'an vaqtida ashada o'zingiz boshqacha tafakkur qilib loyilagan bo'lsangiz texmo yaxshi chiqadi. Hayron qolgandek mahorat yo'q. Lekin shu muzikani o'zining loyiqida obdan chepqadingiz. Yunnandagi asonlik millat muzikasini ikkisiga qaraganda yomon chiroq chiqardingiz. Şuna ben sizge bir bilet taşıdım. Akbar Turg'un, dastlabki Rijek o'qigan mısın? Sizin Rijek chelishini qarab men dastlabki Rijek ugunib keyin Rijek tashlanib qolibdi, shundaqmi? Saksda o'tib ketibsa shundaqmi? Shundaq. Asosan bakayu tashlanib qolganlik uchun dastlabki muzika boshlagan vaqtingda Rijek sal ketib qoldi. Shunlashqa bu qitimqi yana bir qitimqi o'tgangi qatnashgan vaqtingda mümkün bo'lsa bir kuplet çalsangmi Rijakni eng yaxshi holatda çal. Bizning talant sahnamizga sana o'xshash mana ko'p qirliq talant egalari kerak. Shunlashqa men sana bir bilet tashladim. Bu Rijakning kechilish qoidasi o'zingizga ayon. Shuning uchun men sizga bir bilet tashladim. Bu da ketim bir gapni qistirib qo'yay. Bu da ketim chiqqan vaqtingda mush muzikalarni bir muzikani chip bo'lgandan keyin yana bir muzika o'tadigan vaqtida qo'lingdagi sozni qanday o'rlashtirish qilsa, işte dügültüp yer taşıytamsan yoki chiroyli bir o'rin hozirlamsan yoki bir osamsan ish qilib bir amal qil. Bu doqitimda muzikalar bunday yerga qo'yilib qolsa, men sana yechil chiroq beramayman, juma. Ma'qul qayerdan Mübarek olsun. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy jinoiy yuzlik fan texnik sherkiti 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Oy, ne hal. 对，我的名字叫刘江明。刘江明刘老师，你好。我还有一个维吾尔族名字叫阿仙根。阿仙根，哎呀，太漂亮。我非常喜欢我们维吾尔族的文化和艺术，所以呢，我学了几首我们维吾尔族的歌曲。谢谢您，欢迎你来我们的新疆达人书。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
因为我谢谢，因为我特别喜欢我们维吾尔族的文化和艺术，在这里呢，我也学了几首我们维吾尔族的一些歌曲，还交了很多的我们维吾尔族的朋友，真的我特别喜欢这个民族，谢谢。Rahmat Ayşemgül bala. Ne hal. Naqshini yaxshi aytdingiz. Garchi Uyg'ur tilida aytayotgan yerninki o tekstlar ancha bakiliki o'lchamlik bo'lmasa-mu, lekin har holda naqshininki froqlarini xali bir yerga olib bordingiz. 可以听懂了吧？有一些可以听懂。那就可以。我给你一个 yes。谢谢。Ayşemgül, Uyg'urcha tekstni yaxshiroq o'rganmabsiz. Qapqara qo'y ko'zligim, jonim pido bo'lsin sana. Tekst xata. Shuning uchun men sizga yeşil chiroq beramadim, kechiring. 我们著名歌唱家巴哈尔古里唱的歌曲非常的好听，而且这个歌曲也是非常的大家都很熟悉的一个经典歌曲。你的嗓子非常的响亮，非常音色特别好听，又细又亮，又美，非常的好。而且你用维语唱到这个地步，而且把那个味道也掌握的，还基本上都掌握的特别好，所以我非常喜欢你这个歌曲，我也给你投一个票。OK， 谢谢。你专业文艺团队训练过是吧？我在新疆教育学院学过我们的音乐教育。哦，挺专业的。我尤其是你被这个唱维吾尔歌曲所感动，我给你一个 yes。谢谢老师，谢谢。 Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida soda suyi, meva sharbati ishlab bozor solgan korxona Obida yemak-ichmak taraqqiyot sherkiti Xinjiang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Bu programmani samimiy xalqaro soda cheklik sherkiti Biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Malayziyadan import qilingan qor burkut quvvat ichimligi Xinjiang Nabiruk xalqaro soda cheklik sherkiti Xinjiang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Tabii bu vaxtlarımız bir vaxtqa basma intizar. Ulu bo'lsa-mu ham vaqtidir. Chunki bu vaqtda mehribonlarimiz sabilar gavri va sabilar quvvat pulimini tayyorlaydi. Bu vaqtlarni gavri quvvat pulimi bilan saqlam bo'lsin deydi. Ham keldi. Qaranglar qattiqlarimizning xushalligiga sabilarning ishtaha bilan yanglar. Saqlam bo'linglar, tinchliklar. Sabilar gavri va sabilar quvvat pulimi. Yol ravan bo'lmasa qanday oldi kafkan? Bordiga ya kechkimiz ishdan chatoq chiqar shu. Qon tomir ravan bo'lsa qanday oldi qilgan bilasan? Yurak menidan chatoq chiqar. Qara, yo'l ravan bo'lmasa bu qatnashchilar ravanlashtirib berdi ekan. Lekin qon tomir to'sib qolsa, qanday qilganligimizni bilmaysan. Meni o'tib to'sab boqmasa, mana bu ravan yurak davosi shariflashimiz. Yangliqkanda bu. Hechchi bilmay yuribsan-da. Unda bo'lsa, onam gaplasam bo'g'dak. Va patarliqni gap to'g'ri kelmaydi sen. Voy, yo'l ochildi. Fransiya texnikasi asosida ishlangan. Ravan yurak davosi sharbati. Samovar sho'rxonasi ochqingiz bormi? Uyda o'tiriblar mezlik samovar sho'rp segingiz bormi? Yilg'in samovar sho'rxonasi qurilgandan hozirgacha xalqimizning iste'mol odatiga mos hamimiy tarkib qo'shilmagan milliy ibodat xurishlari asosida tanishilgan o'zbek samovar sho'rpisi bilan xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishdik. Hamda samovar xurishlarini o'rab qachilab oilalarga elib kirdik. Yilg'in shirkati mablag' solg'uvchilarga ustamsiz, istaksiz g'am andisiz sog'lom samovar sho'rxona ichish fursati beradi. Gulxon Maqberi sifida samovar sho'rxonasi ochqingiz bo'lsa, uyingizda lazzatli samovar sho'rpisi yegingiz bo'lsa, Gulxonni izlang. Sevinar bulsun bizge yar. Tut yar, bizge bana yar bulsun elge yar. Yar yürüyüşlük sular soları. Diyorimizda o'z oldiga ajoyib Aqu markasidagi yuvish buyumlarini ishlab chiqarayotgan korxona Xinjiang Oydil yuvish buyumlari zavodi Xinjiang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi.
Assalomu alaykum hurmatli Bağlıqçı ustazlar, tamaşaçı dostlar. Hammalarga güzel ideyalardan kelgan Sübey Hamidning o'tliq salom. Assalomu alaykum. Ustozlar, tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Men Ayqim Ismoil. Sizlarningki ma hissiyotlaringizni aytdi yaxshi. Kitrangi, jo'shqin, harakatga kelsak, sizningki harakatlaringiz sal voyaga yetmadi. O'rinda turib cho'glaydigan chog'da oyoqqa, o'rin yetkilib ketib qoldi. Cho'qim mixni bir yerga qiqib qo'ygandek, shu joyidan medirmaslik kerak. Qanchalik bo'ldi bular bu usulni mashq qilyapti? Ro'yim bo'lmadi bu usulni mashq. Ana qalan sahnasi to'xtirish e'lon qilingandan boshlab ana lekin mashq chiqdi-da bular. Sanandikin abayqı tuz qo'yib cho'gilishingizmi siz boshlashda yaxshi cho'gildingiz. Oxirga kelgan chog'da o'zingizni bosh qo'yib yotdingiz. Asli ikkini payqamoqchidan hozirgi saybayqandim ishga bir vaqt tinlab ketib. Shu ko'rildi. Shuning uchun harakatlar to'liq bo'lanmay qolganligi uchun kechiringlar. Men bilet tashlay olmaydigan bo'ldim. To'liq afsus. Men Dilnar xonimga agak. Dilnar Abdulla xonim bularga bir qimmatli bir beltini tashlamay qoldi. Lekin buningda Abay yuqorida aytib o'tgandek, ozroq masalalar ko'rilganlikdan qimmatli beltini tashlamagan bo'lishi kerak. Odatda qo'sh kishilik usullarda men tushunchimda masalan bir jup kepenakni dorsak shu kepenakningki uchayotgan harakatlarini, laylayotgan harakatlari orqali o'zining muhabbetini ifodalayotgan yoki bir to'z, yoki bir jup qush bu ashundoq do'rash orqali o'zining harakatlarining alohidligini sizlarnikida ma'noda bir qizlar yigitniki muhabbetini izhor qilibsizlar. Menimcha sizlarniki shu mahoratinglarda ozroq ojizlik bor menimcha. Men bu Dilnar xonimga agashdim. Mushu jihatlarni tuzdinglar. Dillar ma'lumotlar aytgandek, hissiyotinglarda gap yo'q. Usulga nisbatan biz usul peshvasining bergan bahosiga erishimiz. Kechiringlar. Xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshimi inam? Salomat bo'lib kelding. Xo'sh, bugun bizga qanday numar olib kelding? Bugun Ravot bilan izlanish degan muzikani olib keldim. Yaxshi, barakalloh inam, g'aytinga barakalloh. Biz mana sana o'xshash talant egalarini, mana shunday jasur o'g'lonlarimizni qarshi olamiz. Sening o'zing talant sahnamizda o'z talantini to'liq joriy qilishni chin dilimdan tilaklayman. Sana omad, utuq yer bo'lsa inam.
Bugün bir ravap anlap aldık. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Bahochi ustozlar, hurmatli tomoshabinlar. Mening ismim Davronjon Olim. Men Shinjang san'at instituti Sho'b san'at maktabining ijodiyat kasbida o'qiyman. Sen nelik bulam? O'zimchidan. Ürümçidim ben. Kaşkaya'da tug'ilib cho'ng'igan bolalardek chalding ravapni. Ha, zaten yaxshi chalding. Rahmat. Ama eynek ko'p qarab chal. Ha, ma'qul. Turishingchi, sakindagi qiyofat turishingda ravap pek yaxshi chalinyapti-yu. Maymoq, badan maymoq. Bu bir butun sakna bo'lgandan keyin senin kıyafetinmi muzikanga layık chiroyli turish kerak. Ba'zi bir katta ravapchilarimiz bor-ku. Mesela Mehmet Savutkamlar sakinda qanday turdi ravapni tutib turish qiyofatiga. Muborak bo'lsin, men sana bir bilet tashladim. Müzikini çeliş emas şu ama bizniki ama senin kalbiga seninki ama yıkılışıdı. Kolağının tizliki mi adamını belki mi şu tamaşırlı mı şu şekilde beyran kalkandı bak küçükken balon kolunu da tizliydi. Biz bu şekilde beyran kaldı. Bana bu şundan az gerek. Mehmet sana bir bilet taşıldı. Agaştır. Rahmet. Rahmat sizga. Men gaplarni qaytadan qaytilmay, men bir bilet tashildim. Assalamualaikum, xush kelibsiz. Alaykumussalom. Siz yuqorida mahorat ko'rsatgan Amirdinning opisikansiz. Amirdin hozir shu bizning talant sahnamizda mahorat ko'rsatdi. Sizning hozirgi hissiyotingizni anglab baqsak bo'lamdi? Bu sahnaga qatnashganimga pek xush bo'ldik biz. Bunun özümü şundak tırışcan dana kiçigidili qiziqatdi. Ağlamni yaman qilma, sarg'ayni aman qilma, ağlamni yaman qilma. Usta oynaş, nakşi etiş, aşnak kiyimlerle şemiyi kızbıdı dana, şunun ımış kiyimlerini özüyle yaptı. Sargaytip bulma zaman, sargaytip saman bulma, ağlamni yaman bulma, can yarim oturuyamam, sargaytip bulma zaman, sargaytip saman bulma.
Assalamu alaikum. Televizor ekran oldidagi to'rt o'rtog'i barliq tomoshabinlar, shundoqla bizning xalq qalbimizdan cho'qur o'rinlarga erishgan 4 nafar barliq ustoz hammalarga Cimtaroğlu Emre Petabi Oğuzhan ve Ali Ekran. Əmirdin ukam, bu qızlarning bo'yi xali egizgan to'q. Sen bo'lni texim o'sinde parnikdan chiqib qo'ydingmi? Saplı qarasam yaltiraqdan kiyim kiyib chiqibdi bular. Buni sen laylaganmi yoki mush qizlar o'zi kiyib chiqqanmi? Yo'q, bularni men laylagan. Özlemende şuna kiyim kişek laylaş kızlıkma. Küçükümden tatip bu doğruluk terbiyeniş edip var bakımdayım. Ahlak haltıları eken bu asasen bu. Muş ahlak haltılarını yani bir kıtım gülge aylandırıp bir doğu deyip şunçilik takazalık otasam bu nesli sel kan bop kaldı. Senin usulun olgan bolsa ben bayatın aldı burun rasket bolsam çırağını besip ötüstüm. 5 yıllar. Kiyim ben bu kiyim geçekini köygendeken bunun da kendi çokum bir nesli var deyip oylagandım bu çıkmay kaldı. Ama sahnede kiyim keydiriş beyap bop kalsa bire oğul balan modelden birini tepip açtın nak meydanda kıpaysan bana bu sana talantın. Tomoshabinlarning hayron qolgan narsa o. Hozir sen bu tayyaqib bo'lgan narsa qilsang balkim shu bizniki teatrxonada o'tirayotgan keyinroq o'tag'anlar balkim bu yaltiroq kiyimmi yoki ras bozordan kelgan kiyimmi shuni qo'ymay qolgan. Shuni kechirgan men sana bilet tashlamay qoldim. Mana ko'rib turibdik Abdukiram Abduz apandim o'zining qimmatli bir biletini Amirdinga tashlamay qoldi. Balkim bundan nurg'ulg'an sabablar bo'lishi mumkin. Biz yana 3 baholg'ich ustozlarniki bahasiga qarab boqaylik. E'tibor qilinmaydigan, hamda qimmatlanib ishlatmaydigan axlat xalqlari o'sha ustarga yopilgan studiyo yopqichlar. Andan keyin biz odatda ishlatadigan qog'oz, ya'ni qog'oz degandek. Endi bu narsa bunun texnik chiqib ketgan. Lekin endi bizning bu milliy posonda chiqqanni ko'midi, shunga mustaqilda bir ep chiqib 4 ustoz bilan ekrandagilarga yuzlashaydi. Siz kasbda layilashda o'qimagan shundaymi? Yo'q, Şinjan san'at institutining bir yil o'qish bitirmas madaniyat boshqarishni o'qiyman. Men ta'sirlandim sizdan. Bizda shu kiyim laylash, onun gün bulupmu erlerden nayt az çıkdı. Eğer çanda shu kasbda yetilsiniz, bir yaxshi kiyimchi bo'la olasiz. Nima uchun undaq deysiz deganda, sizniki shu keraksiz materiallardan shundoq chiroyli kiyimlarni layilabsiz. Buni men o'ylamagan. Shu yaltiroqlar biz odatda ko'zga ilmaymiz. Mana bugun sahnada nayt chiroyli, mana qizlarning tanlashimi chiroyli kiyim, shu yaltiroqlardimi va qizlarningki obrazi texim gavdlanibdi. Qizlar qilgan girimlarmi odatdagidan alqagan holda tafakkur bilan girim qilibsiz. Men sizni qo'llayman. Meningki ko'zimninki nurni siz ep qochdingiz. Qizlar gavdlanmay qoldi. Agar chamda ana shu qizlarningki obrazini texim gavdlantirib, onunkin materialni gavdlantiradigan san'at tili bilan ifodalagansiz, texmi yaxshi bo'lib ketadi. Men sizga bir nima tashildim. Sizlarning mushunda tirishchanliklaringlarga apirin o'qiyman. Taxmi tirishinglar. Abay degan masalalarni boshqacha bir uslubda nishada ko'rsatishinglarni umid qilaman. Bir bilet tashlayman. Barakalloh Amirdin, mana hozirga qadar 2 biletga erishdik. Amirdin Fattar efendi, yaxshi kasbni o'qibsan. O'qigan kasbingga loyiq loyihalash kasbida o'zgacha bir tashlandiq narsalardan bir san'atni bayqabsan. Buni sahnaga chiqsan, sening talantingga rahmat, afirin. Lekin hozir Shuzat efendi degandek, sen o'tirdi o'zing parlab vujudga chiqarmoqchi bo'lgan talantingni kun bekitsan. Mushu sahnadagi mushu nomerining baholash ubishtiqaya deganda o'tirdiki asos rol sen mening ko'zimda. Shunlashqa sen necha kundan ko'rayotgan usullarningki saviyasiga nisbatan sening o'ylagan usuling endi töverek o'rinda turdi. Shunlashqa sening bundan keyin ko'proq tirishishingni umid qilaman. Shunga men sana bilet tashlayamadim, kechir. Allah etmesin.
Hoş kalbi sizlerge. Nasip. Mübarek olsun Emirdin. Meyli muşu kesip terbiyelenmegen bolsam mı? Muşu mahirlerden bir sekinde muşu bir çok sekinde oyunu koyuş fırsatı erişkenlikinde intihar hoşalman. Hem de ekran aldıda benim numaram köratkan. Tamam apamga yeni bir kısım rahmet etmezlerinin televizyonu arkalık ben bugünkü neticeye eriştim. Rahmetlerle